Oijamon Nima sen orqacha hayda ketur, uryapsan meni? Qanday kelib uraman? To'xtab turibman-ku men. To'xtab turgan bo'lsang, mumkin emas, joyda to'xtab tursan. Sen kelib orqadan uryapsan, orqadan urgan aybdor bo'ladi. Orqadan urdirgan aybdor bo'lmayman shunda? Nima demoqchisan sen? Tezlikda kelib uryapsan-ku orqadan. Tezda telefon o'ynab o'tir. Qara nima qilding? Jahlim chiqarma, sen aybdorsan. Jo'ra, sen aybdorsan, tushundingmi? Seni deb bo'ldi mana shu narsa. Yo'q, men siqilib bilyapsanmi? Jo'ra, soyada gaplashamiz. Yur. Menga ham qor. Gay chaqiraymi? Chaqir gay, davay. Chaqirni shantajni qilma. Shantaj yirkak, shantaj ham yomon bo'lar ekan. Soya ham issiqmi? Men siqilib, soyroqchada gaplashaylik. Yur, ana do'konga kirib gaplashamiz. Do'konda gaplashamiz. Yur. Gaplashaveraman, lo'bachayda, tushundingmi? Jo'ra, shantaj. Yur, konditsioneri bor. Yaxtagina joy topdik, Mashinam qilib berasan. Mashina sen kelib o'rdingmi, sen qilib berasan. Voy, orqadan uryapsan-ki. Sen kelib o'rding birinchi. Assalomu alaykum, ishonch do'konimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizning ishonch do'konlarimizda barcha turdagi maishiy texnikalar va mebellar bor. Undan tashqari bizning mahsulotlarimizga chegirmalar ham mavjud. Sog'inib kelgan chog'lardan Ishonch do'konlaridan hech qayerda ishlamasdan turib ham mahsulot xarid qilsangiz bo'ladi. Buning Boyag'ilarda ham ayting. Bitta pasport evaziga muddat to'lovga xohlagan narsasini olsa bo'ladi. Plastik kartasida pul aylanib turgan bo'lish kerak. siz buni qayerdan bilasiz? Biz juda yaxshi bilamiz, odamlar bilsa bo'ldi, reklama qilamiz, kishi edi.